Man yaxshi ko'rgan va man o'sha 3-chi marta sotib olishimga sababchi bo'lgan o'sha SPF haqida gapirib beraman. Bu Model brendini SPF. Yuzingizda dog'laringiz bo'lsa, aknedan qolib ketgan dog'laringiz bo'lsa, shu qolmabdi. Bo'lsa, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ham yuzinglarni oqartiradi, yuzinglarni namlantiradi. Keyin qizlarjonlar, menga eng yoqqan joyi, shuni ham ichib tamom qilib bo'libman. Bo'pti, sal ekonom qilar ekanman endi. Вот. Qaranglar, surganinglarda, teringlarda shundoq oqartirib, yig'ilmasdan zo'r qilib qo'yadi. Вот. Keyin yog'li ham, quruq yuz ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Kstati, bu SPF UM Cosmetics'dan topasizlar. Hozir как раз buni biz skidkaga qo'ydik, chunki ozgina qoldi. Maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Mana. И ham teringlarni sochni qilib qo'yadi. Asal ko'proq